6-7 soat uyqu yaxshi. Va uyquni sunnatga muvofiq ikkiga bo'lish kerak. Mana shu talib ilmlar uchun nihoyatda zarur. Hozir 8 soat uxlaysiz. 1800 soat, 10 soat uxlaganingizda ham siz 5-6 soat aqliy mehnat qilgandan keyin miyangiz charchaydi. Keyin uni uyog'iga nofaol hayot boshlanadi. Kitobda oldida o'tiraverasiz, ma'lumot olaverasiz, kallaga kirmaydi. Nimaga desa, miya to'lgan. Chip to'lgan deymizda hozir men aytgan. Nima qilish kerak desa, sunnat shuki, payg'ambar alayhisalom uyquni ikkiga bo'lganlar. Tunda ham uxlaganlar, kunda ham uxlaganlar. Uxlash kerak kunduzi. Haligi ertalab, mana hozir ko'pchilik soat 9 gacha uxlaydi, endi kunduzi uyqu kelmaydi. 9 gacha uxlagan odam kunduzi uyqusi kelmaydi. Nima qilish kerak? Erta turish kerak. 5 ta tursin. 10 ga borib o'z-o'zidan uyqu keladi. Bir uxlab olsa, 1 soat, yarim soat mizg'ib olsa, bo'ldi. Kecha inshaalloh quvvat bo'ladi.